Karochi jigarlar anekdoti jinnisi. Eshitadigan joyi lekin. Qizlar o'tkazib olsalaring bo'ladi, 18 kiz joyi bor. Bir yosh 70 ga kirgan otaxon dollar madalagan boribdi. Bilsalaringiz bozorlar oldida dollar rubl madalaydi. O'sha joyga boribdi. Borsa bir yosh 20 ga kirgan qizcha o'tirgan emish. Qizim deb shu dollarni madalab ber debdi. Bo'ldi otaxon madalab beraman debdi. Sizda ikkita shans bor otaxon debdi. Agar debdi ikkita savol beraman deb savol javobini topsangiz debdi, dollaringizni ham beraman debdi, dollarni pulini ham beraman debdi. Keyin boya otaxon rozi bo'libdi. Agar debdi otaxon deb topolmasa dollaringizni ayirlasizgan debdi. Mayli qizim debdi, roziman debdi. Birinchi savolni beribdi qiz. Yerda yuradi, to'rtta oyog'i bor, shoxi bor, mo dedi. Nima bo'lsa? Bolam u molda debdi. Ya ota topolmadi debdi. Nimaga desa? Aytmas qanday moling? Sigirmi, tanami, ho'kizmi, buqami debdi. Birinchi savol ketdi debdi. Ikkinchisini beraman debdi. Karochi ikkinchi savol beribdi. Osmonda uchadi, ikkita qanoti bor, tumshug'i bor, patlari bor. Nima bo'lsa? Bolam u qushda debdi. Ya ota topolmadi debdi. Nimaga desa? Aytmas qanday qushligini? Maynami, musichami, kaptarmi, qarg'ami debdi. Topolmadi deb Karochi dollaringizni ayirdi debdi. Qizim to'ta debdi. Bitta savol beraman debdi. Topsang debdi. Shu dollarimni qatab bersang bo'ldi, tinchgina ketaman debdi. Qiz mayli bering debdi. Bir teshikcha bor debdi. Teshik hech oxiriga yetib bo'lmaydi debdi. Atrofida bir junchalar bor debdi. Nima bo'lsa, mana qizim shoshib qolgandan ota omda debdi. Ya bu topolmading qizim debdi. Nimaga desam, "Sen ham aytmading, inang, mo'mayn, omma" debdi.